Salam dostlar, bugün videomuzda balık ovuga ketamiz hozir. Mana hozir kemani quramiz. Balık ovlaymiz. Har xil ishlar qilamiz hozir. Ketdik. Kemani qo'ydik. Endi ketdik endi. Mana bir yerga qo'yaylik buni. Ko'mir solib qo'yamiz. Mana soldik. Ovlashni boshlaymiz. Ana zombilar yurishibdi. Suvga tushib. Mana baliq keldi, baliq. Do'stlar, bitta baliq tutdik. Tashlaymiz. Bitta zombi o'shaga kirib ketdi. Yerni tagiga. Ana yana keldi baliq. Ilmadi do'stlar. Yana baliq kerak. Bu baliqimizni pishirib olishimiz kerak. Hozir yana bitta sutkash pishirib olamiz. Tezroq tutira qolsaydi bu baliq ham. Baliqjon kela qol. Mana baliq. Nima bu? Kerak emas bu menga. Kimsan sen kerak emassan menga otib yuboramiz. Suvga qayt. Mana ozod qilib yubordik. Bizga rahmat aytib. Ana baliq keldi. Mana baliq. Bo'lganimiz uchun bu baliq bizga keldi. Yuribdi. Ana otib yuborgan balig'imiz. Hozir baliq keladi menimcha. Suvni tagida baliqlar yurgan bo'lsa kerak. Mana baliq keldi. Buni peshkaga yuboramiz. Pishirgani. Mana yubordik peshkaga. O buyurga otamiz. Balıklar köpeğe boşladı. Lekin endi balıklar köpeğe boşladı. Boya uncha balık kelgan yo'q edi, yana keldi. Chig'anoqmi? Har chig'anoq. Balıkdan boshqa narsalar ham tutilsa kerak, menimcha. Bitta balık tutildi yana. Yana balıklar kela boshladi hozir. Yana keldi. Kelyapti balıklar. Balık kelgan ekan. Qarama. Keldi.
5 ta balıqimiz bo'ldi, 5 ta. Yana bitta baliq kelsa 6 ta bo'ladi. Kelmay qoldi baliqlar. Mana keldi bitta. Mana. Menga shu yetadi. Ko'p baliq menga kerak emas. Mana pishirishga qo'ydik baliqlarni. Keyin aylanib kelamiz. Shunga pishirishga ketoq senga buni beraman. Kel. Yig'layapsizmi? Keyin hozir beraman. Mana. Yana zakar. Ketdim men. Mana yana bitta bor menda. Kel. Mana berdik. Mana ovqatimiz ham pishibdi. Shuni qo'yaylik. Balqonni mosh qolgani yo'q. Ketdik. Shularga aylanib kelamiz. Yugurib. Bu yerda xor bor ekan. Kelib ko'ramiz. Mana ovoz keldi. Chiqib olish kerak endi. Mana chiqib oldik. Biz ham tushab uyga qaytib kerak. Uyga qaytamiz bo'lmasa zombilar bizni ketadi. Peshka bizga kerak emas. Bo'lmish kelib qolsa peshka kerak bo'ladi. Sen baliq menga yana ilinding. Zombilar va biz uyga qaytdik. Hozir uyga boramiz do'stlar. Hammangga xayr, sog'-omon bo'lib yuring. Sog'-salomat bo'lib yuringlar. Xayr hammaga. Do'stlar, videomga like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Biza maktabgacha